Mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning zamonaviy kasb va ko'nikmalarini egallashi uchun zarur sharoit yaratish, ayniqsa imkoniyati cheklangan yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu boradagi loyihalar yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni mehnat bozoriga moslashtirish hamda mustaqil hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday tashabbuslardan biri Raqamli inklyuziya O'zbekiston loyihasi doirasida imkoniyati cheklangan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun tashkil etilgan ishga tayyorgarlik treningidir. Mazkur tadbir Raqamli texnologiyalar vazirligi, Jahon banki hamda O'zbekiston nogironlar jamiyati viloyat bo'limi hamkorligida o'tkazildi. 2 kun davom etadigan treninglarda ishtirokchilarning zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashuvi, ularning bandligini ta'minlash hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mashg'ulotlar davomida yoshlarga samarali muloqot qilish, jamoada ishlash, muammolarni tahlil qilish va yechim topish, shaxsiy mas'uliyat hamda mehnat intizomi kabi bugungi ish muhitida muhim hisoblangan soft skill yo'nalishlari bo'yicha zarur bilim va tavsiyalar berildi. Bugungi loyiha demak nogironligi bo'lgan yoshlarni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni mehnat ko'nikmasi, ya'ni qanday qilib turib IT sohasida ishlab o'zini demak o'rnini topish mumkin. Shu bo'yicha bu yerda mutaxassislar tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarga, yoshlarga 2 kun davomida seminar o'tadi. Shuningdek, treninglar doirasida ishtirokchilar ishga joylashish jarayonining muhim bosqichlari bilan yaqindan tanishtirildi. Amaliy suhbatlar va interaktiv mashg'ulotlar orqali ular real ish suhbatiga yaqin muhitda o'z bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ta'kidlash joizki, bunday loyihalar imkoniyati cheklangan yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning mehnat bozorida munosib o'rin egallashiga ko'maklashish hamda jamiyat hayotidagi ishtirokini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.